Mana hozir birinchi farqini ko'rsatyapman. Mana bu ham oq. Bu ham oq. Birinchi farqi o'zi mana yonma-yon qo'yganda ham bilinadiki, oqlik darajasi, yaltirash darajasi. Yaltirashi ham farq qiladi. Mana buni agarda mana bu holatda mana boshqa rangga solishtirganingizda ham hattoki mana bleskida farqi bo'ladi. Mana bitta mana arzon bilan mana bu mana yonma-yon turibdi. Shu bleskida farqi bo'ladi. To'q svetda ham farqi bo'ladi. Keyin asosiy yana farqlaridan bittasi mana bu arqa tomondagi zashitniy plyonkasi. Mana bu plyonkani ko'chirganingizda mana ko'chirganingizda bu plyonka holatda ko'chadi-da, keyin kley darajasi mana bunda kley pastroq bo'ladi. Yopishtirsangiz qo'lingizdan tez chiqadi. Endi uni bu sifatlisi. Ko'chirganingizda arqa tomonda falgoviy bo'ladi. Bunda bosganingizda mana ko'ryapsizmi? Nimasi baland. O'chirib turadi.